Selam dostlar, benim ismim Harun. Men sizni sayohatga chaqiram. Biz bugun Buyuk Bulg'orga boramiz. Biz onda teploxotda yuribmiz. Aydagiz. Bulg'or shahri Idil yo'rinda o'rnashgan. Qozon bilan Bulg'or orasi 130 kilometr. Mana biz kelib tashlaydik do'stlar. Rahim etingiz Bulg'orga. Do'stlar, biz hozir Bulg'or sivilizatsiyasi muzeyida. Bulg'or shundan nima mashhur bo'lgan? Водопроводный труб. Ого, bu biznikine o'xshagan. Bulg'or shahri Idil bo'yi Bulg'orning bosh qalasi bo'lgan. Onun ağırlığı 500 kilogram. Bu tenyoqtir be. Anda bir ko'p qabr taşlar var. Bu yerlerde Türkiye halkı yaşagan. Bulg'or bizim ata-babalarimiz o'rni. Bu xon saroyi. Anday bir ko'p qarorlar qabul etilgan. Do'stlar, sayohatimizni shunda tamomlaymiz. Sog' bo'linglar.